بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة تلك الرسل أش پیغمبرlar dedi. İşare ila cemaat rusul lati dhukirat qasasuha fi hadihi sura. Maktub qasasuha da qasasuha. Qasasuha. Mush surada Adem Aleyhisselam'dan tartib Davud Aleyhisselam kadar hazır kıssaları zikir kılıngan peygamberler var. Bir grup peygamberler. Aş peygamberlik işaretidir. Aş peygamberler dedi. Ya ki evleti sebete ilmuha inde Resulullah. Ya ki Resulullah bilgen peygamberler demekçi. Ay sen tunugan bilgen peygamberler gelmende. Bu işkin tefsir. Faddalna ba'dam ala ba'd. Biz ularning ba'zisini afzal qildik dedi. Nim bilan afzal qildik desa, alohida xususiyatlarni, xislatlarni berdik ba'ziga. Peygamberlikdan sirt yani başka xususiyatlar bor edi. Vara risal degan ba'da risal demek. Demek peygamberlarga peygamberlikdan tashqari yana o'zim alohida bir alohidalik var. Her biri alohida turadigan bir xususiyatlar var. Vara risal degan ba'da risala. Yani ba'da risal nisbatga tushish mumkin. Vara risal degan ajam o'zining tilida tarjima qilib deganda ristibaihim fiha. Demak peygamberlikda hammasi o'xshash. Lekin uning har birining alohida bir alohidaliklari bor. Va ashunlarni bir-biriga qarata fazilatli bo'ladi. Kal mu'minina yastawuna fi sifatil iman. Xuddi mu'minlarmi iymon sifatida barobar. Lekin iymondan keyin undan taat ibodatda, amallarda martabalar ustun bo'lib ketadi. Mesela siddiqin va shuhada va nama muqarrabun va sodiqin va muhsinin va. Thumma bayyana dalika bi qawlihi minhum man kallama Allah. Bu bir-biridan qanday afzal qilindi desa minhum man kallama Allah. Ularning ichida Alloh taolo so'zlashganlar bor uning bilan dedi. Ay kallamahulloh mana. Hudifal aidu min asla. Minhum man kallamahu bo'lib taslan. Bu mishada ashani qaytish kerakdi. Lekin mana buni ilib tashlatdi. Ya'ni minhum man faddalahulloh bi an kallamahu min g'ayri safirin va huwa Musa alayhissalam. Yani ularning ichida Alloh taolo vaqtsiz so'zlashgan zotli bor. Yani kalimulloh deb xususiyatga ega bo'lgan payg'ambarim bor edi. Shundan masalan boshqa payg'ambarlarning o'sida sifatli payg'ambarlarning bari chiqadi. Allohga zeminni shu. Bor. Mesela Adem Aleyhisselam shunda so'zlashgan. Tamam. Adem Aleyhisselamga shunda vaqtsiz so'zlashgan. Hamda Rasulullahning miros chiqqan chaqda shu fatadalla qalu qawsayn adna fa awha ila abdihi ma awha. Demak, mushadamda bevosita so'zlashgan bo'lsin. Lekin hamda bu shu bevosita so'zlash alohida, bu shu xususiyat alohida ko'zga chiliq chiqqan zot Musa alayhissalom. Shun kalimulloh deb nom olgan. Boshqalarni so'zlashgan lekin bunda mashhur emas. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Yani da ularning ba'zini bir necha darajaga, nurg'un daraja ko'taryapti. Ba'dahum maf'ul awwal, darajat degani maf'ul thani, ay bi darajat, bir qancha daraja. Aw ila darajat, bir necha darajaga desak bo'ldi. Yani ve minhum man rafa'ahu ala sayr al-anbiya fa kana ba'da tafawutihim fi al-fadl minhum bi darajatin kathira. Yani bütün peygamberlarga nisbatan necha daraja yuqori qilib o'tganlar bor edi. Yani ma tafsirda hazır bunda bu şu bir necha daraja yuqori ko'tarib o'tgan boshqa payg'ambarlardan necha daraja yuqori qilib o'tganlar bor degani kim bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallam deb. Li'annahu wal mufaddalu alayhim bi irsalihi ila al-kaffa. Çünkü bu Resulullah'ın xususiyatlari, alohidaliklari, fazilatlari intayin ko'p. Shuning ichida kana Rasul irsala qawmi khas va bu'astu ila an-nas kaffa degan. Hatta ila taqalayna الإنس والجن وبأنه أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقبة إلى 1000 وأكثر وأكبرها القرآن يعني نور غلغان معجزة berilgan zat dedi. Hatta bu mingdan eshib ketadi. Buning ichida Qur'on Karim bir mo'jiza. Demak, işte ba'duhumdan murad Muhammad sallallohu alayhi vasallam demek ekan. لأنه المعجزة الباقي على وجه الدهر. Demek bu şu mingdan ortiq mo'jizaning eng cho'ngi Qur'on Karim. Çünkü bu şu kıyamet kadar ebedi kaldığan bir mucize, davamlaşılgan. Başka mucize şu çağda kişiler köyde şöyle tükep ketken. Ve fi hadal ibham tefhimun ve beyanun ennehu'l ilmu allazi la yüştebeh. İnip demeyi mesela derecelerini ibham kıldı. Mesela dereceteyn ve salas derecat dediğin yapma derecat bir qancha derece deb koydu. Bu bir qancha derece cık derece oluş mümkün, az derece oluş mümkün. Ve bu şey namalum koyup koydu deydi. Namalum koyup koyuluk nayeti bunu çoğun bilişten ibaret, çoğun köşüşten ibaret.
Ve beyan ennehu el-ilmu'l-lezî la yüştebeh. Bu xuddamda hech qanday ehtimolliqi yo'q, keskin bir narsa ko'rsatishindi. Maqsad shuki. Yana bir qarashda Muhammad sallallohu alayhi vasallam İbrahim alayhisalom ikkilan maqsad qilgan deb. Yoki ular bilan birga ulul azmi minar rusul, ya'ni 4 payg'ambarmi ulul azmi. Yani o'g'illar shu ba'dahumni İbham keldi. Yo'q, darajat ibham keldi. Darajat o'sma hozir ma qiyladik tafsirda boshqa bir gap maqam. Yaxshi, ba'dundan da ba'zidan muayyanlashtirib turibdi. Asli buni qanday qilish kerak? Abhimu ma abhamahul Qur'on. Shu bo'yicha ashuna qo'yib qo'yish kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallam maqsad qilgan desakmi, to'g'ri chiqmasin. Ulul azmi desakmi to'g'ri chiqmasin. Ash ba'zi deymiz. Ba'zi deb qo'yamiz, endi chunki Alloh taolo ba'zi degandik. Va atayna Isa ibn Maryam al-bayinat. Yana Maryamning o'g'li Isoga uch mo'jizalarni berdik deydi. Masalan, o'liklarni tirildirish, Ibral akmah degan, akmah tug'ilma. Ko'zi ko'rib, keyin unda amalib qolgan bo'lsa, buni balki endi tiriblar nima qilish mumkin? Normal. Lekin tug'ilma amani ko'radigan qilish yomon taskin. Tabiiyat. Tug'ilma amani saqaytirgan, kesalni saqaytirgan. Kesalmi shu? Hozir qadar, hozirgi tibbiy taraqqiyotmi, gacha davolamaydigan bir kasal. Kesalni davolash mo'jizasini berdik. Va g'ayri dalik. Uningdan boshqa nurg'un mo'jizalar. Va ayyadna bi ruhul qudus. Uni ruhul qudus bilan kuchlantirdik. Ruhul qudusning kimisi Jibril alayhisalom deyish mumkin yoki Injil. Ruhul qudus degani burun Jibril degani shuni kuchlantirganmiz. Yana Rasululloh Hasan salga uhjuhum va ruhul qudus ma'ak dedi. Yani Jibril ma'ak deb rivoyat bor. Shuni Jibril degan fikrak jallo. Walau sha'a Allohu maqtatadalladina min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Navada Allah Taala xalqan bo'lsa, ulardan keyin kelganlar urushan dalillar, mo'jizalarni ko'rgandan keyin o'zaro unda urushib ketmagan bo'ladi deydi. Ya'ni ixtiloflashib, jiddallashmagan bo'ladi. Bayinat al-mu'jizatul zohirat. Walakin ixtalafu. Lekin Alloh taolo bunda ixtiloflashni xolidi deydi. Mishan xalis salah al aslah masalasi kelib chiqadi. Ya'ni Alloh xalqan bo'lsa, bular unda ixtiloflashmagan, jiddallashib urushib ketmagan, necha firqa bo'linmagan bo'ladi. Lekin Alloh taolo bunda bo'lishni xolidi deydi. Demak, ixtiloflashdi deydi. Ixtiloflashdigan bu Alloh taolo xolimisi, ular ixtiloflashib Alloh taoloning irodasi mag'lub bo'lib ketgan bo'lamda, ya Alloh taolo bunda ixtiloflashni xolidi deydi. Li hikma ya'lamuha subhanahu. Ular ixtiloflashdi, ya'ni mening irodam bilan, xolishim bilan ixtiloflashdi. ثم بين الاختلاف فقال فمنهم من امن ومنهم من كفر. Mana ondan ash ixtilof ahvolini bayon qildi. Qanday ixtiloflashibdi? Bir qismi mu'min bo'ldi, bir qismi kafir bo'ldi. Demak, anda bo'lgandan bu ikki iymon kufr o'tirib nima bo'ladi? Jang bo'ladi shu. Ixtilof degan yani shu jang ixtilofdan ondan kelib chiqadi. Masalan, nimada urushdigi? Talut masalan. Payg'ambarlar ham masalan shunda ixtiloflashib tutishgan. Bandlarga xos yaxshi qiladi qilmaydi. Yamanlıqın dörati qıldı sen tutkanı? Yo'q, bu yamanlık hozir, ba'zi yamanlık bo'lishi mumkin, lekin umum aytgan chaqda, bu insoniyatning dunyoning foydaligi bor bunda. Ya'ni u umumliqda desalda yoki qaramaydi degandek gap chiqdi. Ya shu hikmat degan mazmun shu. Masalan, ba'zilar meyit tug'ilishi mumkin, ba'zilar kasal bo'lib qoladi. Unda Alloh taolo uning nisbatan salohni, yaxshilikni iroda qilish kerak deb, hammadan saq, hammadan chiroyli, shunda qavul, shunda obdan tug'ilib, shunda yashab o'sdi. Lekin ba'zi kesal qildi, ba'zi sat bo'ladi, ba'zi meyit bo'lib qoladi, nima? Lekin boshqalar hammasi insoniyat, ondan umum insoniyat uchun foyda bor. Nima ekan shunda Alloh taolo hikmati shuni taqozo qilgan. Ya'ni Alloh taolo xolidi buni. Xolganda bo'lgan gap. Alloh taolo xohlagan narsa u o'zligidan unda bo'lib qolmaydi. Yani Allah Teala hammani bir xil diyonatda qilg'isi bor ekan, lekin bu insonlar Alloh taoloning irodasiga xilof holatda endi bo'lyapti. Unda shu. Demak, mushada imtihon dunyosi. Maqsad mushada sinaq. Sinaq bo'lgan ekan, bu kishilarning yaxshi yomonligi, obdalligi, masalan, chiroyli yaratilganlar, ko'ranglab, satni haqoratlagan bo'lsa, u maydonda isbotlangan. Demak, meyit tug'ilganlar Alloh taologa masalan norozilik bilan unda qarasa umum maydon isbotlangan gap. O'sha maydon shunda bir sinaq dunyosi bo'lg'achqa Alloh taolaning irodasi shunda bo'lgan. Sizga Alloh taolaning irodasi bo'lsa? Albatta. Demak, bu ikki guruh bo'lib ketib, endi urush ishlarimi Alloh taolaning irodasi bilan bo'ldi. Yaqulu ajraytu umur rusuli alada. Men payg'ambarlarimning ishlarini mush qonuniyat ustida mang'uzdim deydi. Ay lam yajtamal ahad minhum ta'atu jami' ummatihi fi hayatihi. Har qanday payg'ambarga bütün qavmining hammasidagidek 100 agashga bunda ahvol yo'q. O'lib ketgandan keyin 100 bunda agashga ahvol yo'q. Cho'qim uning ichidan bir ko'rpanda usal bo'lib chiqdi. Bal ixtalafu alayhi fa minhum man amana va minhum man kafar. Walau sha'a Allohu maqtatalun.
Yani taklif qo'yadi. Navada Alloh taolo xalqan bo'lsa, unda urushib ketmagan bo'ladi dedi. Karrarahu lit-ta'kid mana. Qayta ataydan taklif qo'ydi. Ay law shi'tu an la yaqtatilu lam yaqtatilu. Agar men ularning urushmasligini xalqan bo'lsam urushmaydi. Chunki mening mulkimda faqat mening xohishim, irodamga udul keladigan ishlarlar bo'ladi. Va hada yubtul qawlal mu'tazila. Mana mu'tazilaninki shu prinsipini bika qilib turmaydi. Ya'ni akhbara annahu law sha'a an la yaqtatilu lam yaqtatilu. Alloh taolo bunda xabar berdi. Agar men urushni xohlamagan bo'lsam urushmaydi, lekin men xohladim. Va hum yaquluna sha'a an la yaqtatilu. Ana mu'tazila deydi, Alloh taolo urushmuson deb bunda xohlagan, lekin uni urushgan. Demak, as-salah val aslah bo'yicha ta'liq qilgan gap. Valakinalloh yaf'alu ma yurid. Bu bir xil ta'kid. Lekin Alloh taolo xolig'ini qildi. Sana nisbatan bu inson ziyonliq bo'lsa-mu Alloh taolo xolis qiladi. Uni Alloh taolo sen tushunmaydigan Alloh taoloning boshqa hikmatlari. Urushtirib, odamlarga faqat jazolasi, bu Allohning irodasi deb tushunadi. Allohning irodasi. Mu'tazilaning asas prinsipi aqlning chiqimi. Demak, endi urushtirmasa shahidlar nereden kelib chiqadi? Ya'ni Alloh taolo uchun jinini, milini fidokorga o'zini qurbon qilgandan qanday isbotlandi? Hammasi yo'q, men urushib olgan bo'lsa, men shahid bo'ldim buni. Hamma butun milimni sarf qildim deb o'zini qahramon qilib ko'rsatdi. Lekin amaliyotchi sinalgan chaqda 80 mingdan 310 chiqib 310 ning ichida mutaha netisa bu yangilikimiz va deb toza muqammalgan bo'lib qoldi. Shuna urush bo'lmasa general chiqmaydi, shahid bo'lmaydi, g'azi chiqmaydi. Mukofotlash uchun men uchun jazolash orqali mukofotlash. Demak, shunda yaxshilarning yaxshiligi maydonga chiqsin. Sehlarning sehligi, mujohidning ashi bardashtligi, chidamligi haqiqiy isbotlansin. Qarshi tarafning ma shunda lakatligi, nacharligi, qisqiligi, qo'rqinchoqligi, tuzkorligi isbotlansin. Alloh taolaning adolatini taqozosi bo'yicha bir jinoyatni Alloh taolo o'zining bilishi bo'yicha jazolat etmay, masalan birisi undan nacharlik qildi ekan. Alloh taolo buni bilgan birini tortib. Lekin ashini rasmiy qilgandan keyin unda isbotlanadi. Va qonunda bu shunday hozir. Birisi falonni o'ttirma, men bunda planlab o'tmoqchi deb buni planlab cho'qim o'ttirgan desam, uni bilan qotil undan jazo berilmaydi. O'tgan chaqda uni qotil deydi. Alloh taolaning adolati bu jinoyatni qilgandan keyin andin jinoyat nimasiga, andin jazolash adolati shuni taqozo qilgan. Demak, bu yerda irodani o'zga isbotladi. Mana ahli sunnaning mazmubi shu. Ya'ni yaf'alu ma yurid, fa'alun lima yurid. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ey mu'minlar, sizga biz rizq bergan narsadan sarf qilinglar dedi. Ya rizq bergan narsa hamma narsa shu. Ilmmi rizq, qilmi rizq, vaqtmi rizq, hammasi kuch-quvvatmi rizq. Bo'lgan ekan, ashuni xizlanlar. Kuch-quvvat odam kuch-quvvatini sarf qilish kerak. Pul mol odam pul molni, ilm odam ilmini Alloh yo'lida sarf qilinglar dedi. Va jihadda Alloh yo'lida jihad qilishda dedi. Yoki har qanday sadaqa shaklida vacib bo'lsin, mandub bo'lsin, shu tariqada sarf qilinglar dedi. Min qabla yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. So'z setiq yo'q, do'st birodarlikmi yo'q, shafaat qilib tilib olishmi yo'q, bir kun kelishdan ilgari sarf qilib olinglar. Ay min qabla an yatiya yawmun la taqdirun fiha la tadaruku ma fatakum min al-infaq. Chunki hajlimay qolganlik ma chatqinlarni g'ach o'ngishib oldigan fursat kelmaydi demakchi. Shu kunda fursat kelmaydi. Qiyomat kelib qolsa bo'ldi, fursat yo'q. Ya'ni la bay'a fihi hatta tabta'u ma tunfiqun. G'ach zaman masalan manchtaga buğday elib kambag'alliga sadaqa qilib o'tay desangmi, yo manda qishliq chapan elib, ko'ma elib, to'ngab qolganliga sarf qilay desangmi, o'sha ilm satim bo'lmadi ekan. U ishni qilolmaydigan holat kelib qolsa qiyomat kunida. Shu sadiq bo'lmadi. Aldiramadi demakchi. Wala xullan. Hatto u kunda do'st birodarlikmi yo'q. Do'st birodarlar yuz xotirsa, albatta falan bilan tanishdim, birim bunday yaxshilik qilgan, ag'in birodarchiligimiz vardi. Shu yuzni qilib bunday qiladi deydigan ahvol yo'q deydi. Wala shafa'a, tilib olishmi yo'q deydi. Tilib olishmi yo'q. Niyadan de lil kafirin deb shafaat degani mush kafirlar yo'q, lekin mu'minlarga shafaat bor deydi. Chunki Rasululloh shafaat qiladigan, bu qo'limni atan shafaat qilgan, qarilar boshqa shafaat qilgan endi bir nimalar bordi. Lekin mu'minlar qarta shafaat qiladi. Omonatda peshida iymon keltirgan xitob qildim edi shafaatni. Demak, siz shu pulni sarf qilmay, kafirlardek ishni qilmanglar. Kafirlarga u kunda shafaat yo'q demakchi. Bu bir tafsir hozir. Fa'ammal mu'minuna falahum shafa'a. Yani mu'minlarga shafaat qilish bor. Yoki illa bi iznihi. Mu'minlarga shafaat qilish yo'q, ha?
Yok faqatla Allah izni qilsa undan liman adina lahur rahman va qala sawaba. İcazat qilganlar shafaat qiladi. Uningdan boshqa tonish bo'lsangiz hamma shafaat qilmaydigan ko'yin demak. Vel kafiruna humuz zalimun. Kafirlar zalimdir deydi. Yani vel kafiruna humuz zalimun degan bu so'z hozir bir jumla. Al jumla ma'tufa ala mahzuf deydi. Yani vav mishada vav bilan kelib qoldi. Bu nimaga atf qilindi degan bir savol keldi. Ma'tuf ala mahzuf deymiz. Taqdiruhu fal mu'minun mufun vel kafirun humuz zalimun degan. Yani mu'minlar ashunda zulm qilmay o'zini qutqizgan bo'ladi, iymonga sodiq bo'lgan bo'ladi. Kafirlar bo'lsa zulm qilganlardir degan ma'noda. Vel kafirun humuz zalimun degan kufr so'zi hozir kimga qaratildi? Faqat lam Alloh yo'lida bir narsa sirq qilib boqmagan qaratildi. Bu so'zni ishlatdi hozir. Xatarlik yapma. Yani aşı fakat Allah yolda Allah bergen narsini sirq qilmay turvagan odamni kafir dedi hozir. Nima bu? Taglizan. Yani aşının işini kafirning ishiga o'xshatishdan iborat. Yani bu kafir qilganda qiliqni qilganlik ma'u degan. Vel kafirun humuz zalimun anfusahum bi tarki at-taqdim li yawm hajatin. Demak, ular aşı salih amallarga muhtoj bo'lgan kun uchun yaxshi amallarni qilib oldin mang'uzatmay o'zlariga zulm qilib qolganlardir dedi. Avul kafirun bi hadal yawm humuz zalimun. Yakin mush kunga tanganlar zulm qiluvchilardir degan. Hamda Mekki ve Basri. Mekki qariylari, Basra qariylari nima o'qitdi? La bay'a fihi va la khullata va la shafa'ata deb o'qitdi. Mesela Mekki qariylaridan kimlar? Ibn Kasir, Basra qariylaridan Yaqub degandek. Yani alal asla la bay'a fi nafiya. Manda asli qoida bo'yicha o'qitdi bu. Lekin ma'vo la bay'un va la shafa'atun va la khullatun degan ma'vo xuddi masalan u kunda bay' bamo al bay'un fihi la bay'un fihi. Yamanda bir xil so'ralgandek savolga loyiq javob bergandek tariqada kelgan. Lekin asli qoida la bay'a fihi va la shafa'a munda. Yakimda shafaat mutlaq emas deb shunga shafaata demay shafaatun deb o'qigan bo'lishi mumkin. Chunki shafaatning hammasi yo'q deyilmaydi. Bir qismi bor. Allahu la ilaha illa huwa. Allah shunda zotki uningdan boshqa iloh yo'qdir deydi. La ma ismihi va xabarihi va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi' raf xabar al-mubtada va Allah. Allah hazir mubtada. La ilaha illa huwa mushla. Uning ismi ilaha. Uning xabari illa huwa masalan. Mushla hammasi va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi' raf xabar al-mubtada. Va ma ubdila min mawdi'ihi fi mawdi' raf degan nima bo'ldi? Illa huwa degan. Huwa mishada bedel degandek ha. Demak la ilaha illa huwa hammasi birulab nima bo'ldi ekan? Mubtadaning xabari. Mubtada qaysi? Allah. Allah shunda zotdirki la ilaha illa huwa. Uningdan boshqa zot bo'lmagan Allohdir deydi. Huwa degan sifat yo'q uni. Bu damir o. Huwa degan. Tafsirda yine tafsirning bir tafsir huwani tafsir etgan Allohning sifatini nisbatlagan İbn Arabi degan bo'ladi. Subhanallah nisbati huwa deb Allah Taala o'zini sifatlamagan yoki o'zini atimiga ismini Allah Taala qo'yib olsa qilmaydi. Asma tavqifiyya. Nonki masalan silnim masalan falana deb dadlari atiga ismini ishlatmay boshqa ism bilan chaqirishning ochiqlari kelgandek Allah Taola'mı Allah Taala o'zi qo'ymagan ismini qo'yib olsa Allah Taala ismi deymiz bo'lmaydi. Va ma udilla min mawdi'i degan shu huwa deganni maqsad qilgan gap. Allah ya'ni huwa demakchi. Shunaqmi? Va ma udilla min mawdi'ihi fi mawdi' raf. mavdi'ihi bo'lsa shu zimma Allohning o'zi qaytarmasa. Huwa degani Allah qaytadi. La ilaha illalloh degandekmish, ha? Allohdan xuddi shu bedelga o'xshash bu. Mush damir hozir Allohdan bedelga o'xshash. Mushlar yani la ilaha illalloh hammasi fi mahall raf' deyilganmiz. Allah degan destekga lafzul jaloldan Bedellash. la ilaha ma ilaha degan ismi soldir alimki. Shu uningdan bedel o'g'ini huwa ikkiz bir ulab xabar lafzul jaloldan. Demak la degan nafiyasi ama ilah degani ismi u. Endi illahu degan xabar u. Endi mush la ismi xabari hammasi bir ulab lafzul jalolning xabari deydi. Va ma ubdila min mawdi'i. Shu la ilaha illalloh hammasi Allohdan bedel desek bo'ldi. Huwa degani o ma'uddilan mawdu'ihi degan shuni nolisidan huwa badal. Şu Allah'ın bedel. Mubdal minhu. Ya şu Allah şu huwa şu anda. Ha? Şu bedel demek için. La ilahe mevcudun illahu. La ilahe cinsinin ismisi ilahe. Mesela ilahe ismi de illa huwa fi mevda haber desek bu munda. Şunda koşulup benmisi Rabbi mahalleden
xabardur degan gap. Mahalla, rabbi mahallada xabar degan. Nima qildi mesela Allah kebirun degan deyishadi. La ilaha illallohni kebirning o'rnini qo'yib qo'yganlar. Alloh kebir degandek. Allah shunda demakchadi. Va hozir bilan mubtada xabar shaklida keltirdi buni. Agar la bilan boshlasa, bu unda la ismi xabarar bunda kelgan bo'ldi. Degan mishada Alloh taolaning unda mush yolg'iz Allohning lam haq ma'bud, uningdan boshqa hech qanday iloh sifati va ilohlik loyiq bir narsa yo'qligini isbotlamoqchidir. An-nafi wal istisna nima? Qattiq mishada Alloh taolo yolg'iz mishada isbotlashga iborat. Demak Alloh mubtada, la ilaha illalloh xabar fi mawdi' raf. Al-hayy al-baqi alladhi la sabila alayhi lil-fana. Hayy degan nima? Hayot degan iborat esa, bu qoniylikqa hech qanday ehtimol yo'q. Qoniylikni qabul qilmaydigan baqi mangu qapqog'ichi degan ma'noda. Demak, hayy hozir shu Allohning sifati. Al-qayyum bu sigat mubolag'a lil qiyam. Qiyamdan sigat mubolag'a. Ad-daimul qiyam bi tadbiril xalq va hifzi. Ya'ni bütün mahluqotlarni muhofazat qilib, asrab, tavailib, beqib turadigan demakchi. Davomliq anda beqib turguchi degan, parvish qilib turguchi. La ta'khuduhu sinatun. Yani Allah Taala uningga hech bir mugdashmo kep qolmaydi yoki mugi basmaydi degan. Ta'khudu degan mishada, taglibu degan ma'no. Aqza aziz muqtadir deymiz-ku. Yani mugi besib qolmaydi, mugdash besib olmaydi ne demek? Yani bu şu qayyumlikninki bayoni shu tafsiri. Chunki bu mugdash basilgan ya uxlab qolgan bo'lsa qayyum bo'lmaydi. Davomliq sagak zada shunda xavalib turadigan zot demakchi. Endi hayot desa, al-hayy desa, Alloh taolaning o'ziga loyiq bir xil hayot. Aslında fanilik yo'q, davomliq bo'lib turadigan bir zot demak. Bizning hayotimizda bunda o'zgarib turadigan hayot emas. Ya'ni sina degan nuas, wasna yak sina degan shu mugdash. Va huma yataqaddamu an-nawma min al-futur. Ana uxlashdan ilgari bunda bo'shab qolamizga mugdagancha. Shu deydi. Va la nawm, ya'ni mugdashmo besonmaydi, uyqum besonmaydi ne deydi. Anil mufaddali, biz mufaddalni nahvshunos, qira'atshunos, olim degan to'q. Bu Asimninki şagirti. Al-adibun nahviyyil lugawi, al-mufaddal ibn Muhammad ad-Dabbi. Asimninki cho'ng shogirdlarining birisi. Asimdan qiraat o'rgangan, Hafsga o'xshash, Hafsdan saboqdash bu. Qiraat o'rgatgan shu o'z vaqtida. 168-yili vafot bo'lgan. Kitab al-ixtiyorat, Kitab al-ma'ani shar, Kitab al-amthal, Kitab al-urud, Kitab al-alfaz degan anda kitoblar bor. Mushu qariyin demakchi hozir, mufaddal degan. Ya o gap quruq gap bu. Nimada yazgadim, zal xatoyis qilib 242-yilda bilib ketganda bu Asimning shogirdi turib qanday 242-yilda. Ya men bu kitobda Asimning shogirdi degan gap bo'lmagan ekan, bu mufaddal ismli bir odam teplam tokkib qo'yibdi bas. Degan mufaddal o'shada shu qarilarning birisi bu. Hafs bilan saboqdash. Asimdan Mufaddal ibn Muhammad ad-Dabbi. Bu 168-yilda vafot bo'lgan Imom Abu Hanifaning zamonidagi bir qari bu. Nahvichi ham qirashu burun ham qarilan bular bu nahvlan qari yo'q. Ya nahvshunosdan qiraatlan qari bunda bo'lmaydi. Ham qiraatshunos, nahvshunos, imamun fil arabiyya, unda bo'ldi. Mush kasai, musulmon ham shunda. Ham qari, ham nahvshunos, ham sarfshunosmi shu. Demak bu nayt daniq lug'atshunos olim bu. Lug'atshunos olim bo'lg'achqa lug'atning gapini qilyotadi. Sina degan nima, nom degan nima, ma'ni ta'rifini qilyotadi. Yani qiraat vosita yo'q bu sinatunni, vasnatun deb o'qiydiq, bunda deydi qiraat ilmi bo'lsa. Lug'atning gapini qilyotadi. As-sina siqalun fil ras. Bu sina degan bunda beshi yig'ilishib, beshib ketganligini bildirdi deydi. Endi va nu'asu fil ayn. Endi ma nu'as demekan, sina bilan nu'asni farq etibdi bu. Chiqib gap emas. Sina degan beshi yig'ilishib, beshi uchib ketishga iborat. Nu'as degan ko'zning unda yumilib ketishni bildirdi deydi. Va nawmu fil qalb. Uxlash degan unda qalbi, o'chadi, aql idroki asta ketib qoladi. Hep u hammaning o'rnini bekitibdi. Sina degan kallada, nu'as degan ko'zda, nom degan qalbda bo'ldi. Va huwa ta'kidun lil qayyumina. La ta'khudhu sinatu va la nom degan qayyumiyaninki ta'kidlanishi. Demak, faqat uxlab qolmaydigan, mugib besma qolmaydigan zot bu. Shunda holatda hamma mahluqni parvish qilib, tadbir qilib turdi demakchi. Li'anna man jaza alayhi dalik, chunki ashuna mugib besib qoldigan, uxlab qoldigan bir zot bo'lib qolsin bo'lsa, tahalla yakuna qayyuman. Qayyum bo'lmaydi. Masalan, muhofazat qilgan bizdan qo'g'daydigan odam uxlab qolsa
qanday qildi? O'g'irchirdi. Vaqad awha ila Musa alayhisalom qul li haula inni umsiku as-samawati wal arda bi qudrati. Endi mana Isroiliyat yoki kelgan bo'lishi mumkin, asarlarda kelgan bo'lishi mumkin. Musa alayhisalom unda vahiy qildi dedi. Shularga aytqinki, men osmonlarni va zaminni qudratim bilan tutib turaman. Agar meni shunda uyqu besib ya mugi besib qoldigan bo'lsa, osmon zamin darhol o'rnidan o'tkilib ketgan bo'ladi degandek, yoki yo'qolib ketgan bo'ladi degan. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Butun osmonlardagi va zamindagi narsaning hammasi shu Alloh uchun, Allohning mulkidir deydi. Ya'ni milkan va mulkan. Milk bilan mulkning farqi bor demakchi. Mulk bo'lsa mol mulk degandek bo'ldi. Mulk degan mol mulk degandek bo'ldi. Milk degan yolg'iz o'zidan tasarruf qila oladigan degan bo'ldi. Demak, osmonlar va zamin ichidagi narsaning hammasi Allohning mulki. Ham Alloh o'zidan tasarruf qila oladi buningda. Yani şu çağda tasarruf qilish huquq kimda degan. Tasarruf qilish ham mulk degan. Lekin milk bo'lsa infirad tasarruf. Al infirad fi tasarruf. Ikisining farqi shu. Mulk bo'lsa tasarruf qilish, lekin milk bo'lsa infirad fi tasarruf. Yani mallam tasarruf qila olmayman degan bo'ldi. Demak, mishada mulk hozir tasarruf va tamalluk degan bo'ldi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni. Uning ijozatisiz uning huzurida shafaat qilib tilib oladigan kimkan bu dedi. Kim bu? Qanday odam bu? Kim uning huzurida uning ijozatisiz birisini tilib oladi, shafaat qila oladi? Kim bu? Dedim yok, mümkün emas dedi. Men zallazi yuqridulloha qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan katira degan o'sha. Yani buni uning huzurida hech kim ijozatsiz unda shafaat qilolmaydi deb qo'ysa bo'lmaydi. Kim bu derdilar? Yani unda adam yo'q hozir. Fam inkarima. Hech kim yo'q degan. Laysa li ahadin an yashfa'a indahu illa bi idnihi. Uning huzurida uning ijozatsiz shafaat qilish hech kimning huquqi emas. Yani istifhamun inkari va huwa bayanun li malakutihi va kibriyaihi. Yani bu hozir Alloh taolaning mulkining kattaligini va naite o'zining cho'ngchiligini bildiradigan bir jumla ma. Lahu ma fis samawati va ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni. Demak, u Allohning huzurida hech kim g'iribidan qilib ya bilsin tilvilay deb Allohning ijozasiz ketinolmaydi uning g'ari. Wa anna ahadan la yatamalaku an yatakallama yawm al-qiyamah illa idha adina lahu fil kalam. Qiyomat kuni Alloh taolo so'zlash ijozat bersa so'zlaydi. Bo'lmasa ijozat olmagan taqdirda so'zlashga unda jur'at qilolmaydi ham huquq yetmaydi dedi. Shafaat qilish qiyomat kuni qiladi. Shafaat shu Alloh taolaning huzurida qiyomat kuni yoki shu mavaqif shu qiyomatning nech bosqichlarida shafaat qiladi. Lekin ma dunyoda duo qilib qo'ysa balki shafaat bo'lishi mumkin. Ey Alloh, mendan bu xatolik qilib mag'firat qilgan. Bi zahril g'ayb duo qilib qo'ysa, bu bir xil shafaat qilish bor. Yoki Alloh taolaga ochida unda tilvilish yo'q dunyoda. Faqat shu duo qilib qo'yish. Kabirlarga shafaat qilib mushriklarga shafaat qilib qo'yish. Shafaat qilish. Kim kimdan tilaydi hozir? Musulmon mushrikqa Allohning shafaat qilish. O'zi shafaat qilyapti. U burunqa to'sashdan ilgari kelgan. To'sqandan keyin o'cha cheklangan. Ma kana istighfaru Ibrohim li abi la an maw'idatin wa'da'iyya falamma tabayyana lahu bir Allah taala va'da qilgach shunday qilgan, lekin odatda istig'for mag'firat tilash bo'lmaydi. Alloh taolomda bu shafaat qilishimizni payg'ambarga, kofirlarga qarata bergan, shu mu'minlarga qarata bergan. Oxirat shafaat qilish do'zax o'tidan tilib jannat ichisi ekan deyishdan iborat. Ham chunki shafaat hozir, bu shafaat hozir do'zax o'tidan tilishdan iborat. Hozir qiyomatning gapi mana. Indahu degan bo'ldi. Allohning huzurida ratidir. Demek bu dünyada unda emas. Dünyadan da birisi tilvas mümkün. Lekin aqamda shafaat o bizga. Ve fihi raddun li zamil kuffar anna al-asnam tashfa'u lahum. Mana mishada mushriklar, ajbutlar va kazalar bizga shafaat qildi deb qaragan mushqarishiga, muddasiga raddiya var edi. Butonlar shafaat qilmaydi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma khalfahum. Bu Alloh taolaning mana kuch qudratini bayon qilyapti. Ularning oldidagi va keyindagi hamma narsani bilib turadi dedi. Ya'lamu degan bilib turadi demakchi. Ma kana qablahum. Demak, bu yerda ma bayna aydihim deganni ulardan ilgirikisini, keyingisini deb taqibdi. Va damiru lima fis samawati wal ard li anna fihim al-uqla.
eydihim halfahum dedi. Hum degan damirni keldi-ku. Mushu damir hozir osmonlar va zimindagi aqllarga qaratilgan. Shu osmonlar zimindagi insonlarning oldidagi keyindikini hamma bilib turdi demoqchi. Yoki tagliban desak bo'ldi. Tagliban mumkin. Yoki shu osmon zimindagi eng ko'rinib turgan muhim maxluq qolsa inson bo'lg'achqa shuni demoqchi edi. ولا يحيطون بشيء من علمه. Yani Allah ularning oldigan akchorisiga hamma narsani bilib turdi, lekin ular Alloh taolaning ilmidan hech nimani unda atrofliq bilib bo'lmaydi dedi. Ya'ni ilmihi mishadi ma'lumihi. Bir şey degan na'il taqlil. Hech narsani bilmaydi dedi. Yuqalu fi duo Allohumma ighfir ilmaka fina. Duada bunda dua qilishar edi. Bizning haqqimizda sen bilgan jinoyatni mag'firat qilaver deganda bunda ilmaka fina degani ma'lumaka fina demakchi. Illa bima sha faqatlam Allah ashularning bilishini xohlagan narsani undan ular bilalaydi. Yani illa bima allama deymiz. Maktabda xato yozib qo'yibdi. Illa bima allima deb qo'yibdi. Illa bima allamahu demakchi. Alloh taolo inson bildigan narsani undan bilalaydi. Yoki bilishini xohlagan narsani bilalaydi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Alloh taolaning kursisi osmonlar va zaminga keng bo'ldi deydi. Ya'ni kursiyu deganni ilmi deb ta'vil qildi. Nima uchunsa bu tajsim bo'lib qolmasin deb kursiy o'rniga bu o'rindiq deb qarsak, bu bir o'rinda hiyazini bildirdi. Undan keyin bu jihat bo'ladi, muayyan jismi bo'ladi, ya'ni mujassamlashtirishdan iborat bir chataq narsaga hisoblanamiz deb bu xalaflar hozir ta'vil qilib ilmuhu demoqchi. Va minhu al-kurrasa. Kurrasa degan daftar. Nima uchun kurrasa? Li tadammunha al-ilm. Karasa degan jamoa degan ma'no, asli moddasi shu. Ilmni jamlab turgan narsani kurrasa deb atalgan. Yani bu karasi degancha o'rindiqlar degani xuddi ulamolar degandek. Nima uchun hamda ilmda kursi deb ataldi desa, tasmiya bi makanilladhi huwa kursiyul alimi. Xuddi alim o'tirgan o'rindiqning nomini atash orqali biz shu ilmni maqsad qilgandek bu majoz, majoz mursal hisobida mahalliyya degandek, aloqatu al mahalliyya degandek menda ataldi deb ba'zi xalaf hozir o'zining ta'vil qilishiga unda bana ko'rsatdi hozir. وهو كقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. خدمنا ما آياتنا دليل كوسته. يعني علمن هم ناس كان تشاول بكتير رحمة علمن هم ناس قبل بكتير مش. يعني ما آيات ما ونن علم بتن اسم الله زمن قبل بكتير يندك ما عنداره. يعني إشكنج تأويل ما ملكه دبته. إشكن تأويل ونن ملكي اسمان زمن هم من قرشة توغان قبل غان دمشي. يعني وسع ملكه السماوات والأرض مش. Tasmiye bir mekanilleri ve kursiyul melik. Padişahın tahtı olan diken, onun tahtı kaplagan dese yani padişahlıkın şu mülk kaplagan demekçi değil. Bu mecaz murselde ta'vil qilganlıqda ibaret. Yoki uni arshi debdi. Aw arshuhu kada anil Hasan. Hasan Basri kursiyu degan arshuhu deb nomaqdi. Aw sarirun dunal arsh. Yoki bu arshdan tuvan turadigan bir karvatdek, o'rindiqdek, sapa deymiz. Bunda bo'lishi mumkin dedi. Bu bir xil tafsir. وفي الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلات. يتقط أسمان كرسيه نسبة etkan çağda xuddi bir çöl bayavanга taşlanıp qalgan bir halqadek. Quloq soldi halq bo'lishi mumkin. Bu shunchalik bir narsa. Nayte, yani kursini katta bir jism demoqchiman, va? وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. Bu kursi shunda cho'ng narsa ekan. Endi arsh bilan kursining bir-biriga qarata cho'ng chiqqanda desa, xuddi bir cho'l bayon arsh bo'lsa, bu kursi bir halqadek. Demak, osmon zamin qarata bu kursi shunda cho'ng, kursiga nisbatan arsh shunda cho'ng. Bu bir xil asar endi. Buni Ibn Jarir rivoyat qilgan bo'lsa. Ana shu Ibn Jarir rivoyat qilgan, ya Bag'aviy Masabih sunnada rivoyat qilgan ekan. Darajasi qanday ekan? Aw qudratu, yana bir ta'vil mana. Yoki Alloh taolaning qudrati osmonlarni va zaminni qoplab ketgan demakchi. Bidali qawlihi va la yauduhu. Yani qudrati degan ekan, yana hozir oqidan qudrati deganning bir dalili bor. Shunda ta'vil qilishning dalili bor. Uning dalili nima? Ve la yauduhu hifzuhuma. Yani osmonlarni va zaminni saqlash Alloh taolaga ig'ir kep qolmaydi deganki, qudratli zotgan degan bir ma'no chiqadi. Shundan oldiq bu qudrat degan ta'vilni demakchi. Lekin bu ta'villarning hammasi ilib aytsak nimadan iborat bu?
Yani bu gapda misol qilib ko'rsatishdan iborat. Yani Alloh taolo shunda ulug' ki, ulug' bo'lg'achqa mushunda osmon zaminlarni butunlay to'liq qoplab turdi, egolab turdi. Demakchi asl maqsad shu deydi. Bu ta'vil qilganlar shunda demakchi. Bu bir xil tamsil demakchi. Lekin amaliyotda kursi yo'q deydi bular. Kursi degan narsa yo'q. Lekin unda misol qilib sen zehningga osh ulug'liq nimasini unda yetkazib bermoqchi. Sen bildiğanda kursi sen ko'rib turayotgan narsani misol qilib tushuntirib beryotdi. Chunki ma'no murakkab ma'no bo'lgan ekan, sen aqling yetmaydigan bir holat bo'lgan ekan, buni sen aqling yetgan narsani misol urish orqali tushuntirib beryotdi demoqchi. Amaliyotda kursi yo'q deydi. Kursi yo'q, o'ttag'ich yo'q, o'tirashmi yo'q deydi. Demek bu şu halaflardan, eşarilar demek, halaflardan köpçülük 90% alimlar bu şunda deydi. Yani tevil kılamaz deydi. Bu ibarət bir xil temsil. Emniyet kursi yok, oturaş yok, ottağıçım yok böyle. Bu bunda zihniga taqrib qilib bergan narsadir. Lekin endi bu yerda salafning aqidasi shu, kursi degan bu arshning oldidagi bir jism bu. Ismi kursi. Yani kursi bizning kallamizga bunday kursilar bo'lmasin, Alloh taolo zoti loyiq bir kursi bo'lishi mumkin. Bu endi muhit bis samawati sab'a wal ardina. Yani al kursi sabitun bil akhbari sahiha. Sayyidslarda kursi degan so'z kelgan. Kur'an-ı Kerim'den keldi o bana. Hem de yok bunun kursi desek bu cisim deyen gap bo'lib qoldi, mujassim bo'lib qoldi deb endişi var bunun. Lekin bu endişeге biz parvo qilmaymiz dedi. Agar parvo qilib hamda yo'q buni inkor qilamiz, mujassim bo'lib qoldi, biz mujassim bo'lib qoldik desak, sifatning nur buni biz inkor qilishimiz kerak. Ma'noda mujassim. Lekin bu bunday emas. Kursi degan narsa bor. Lekin haqiqatini biz unutmaymiz. Nufawwid amraha ilalloh deymiz. Ya ki bu Allah Teala şu müteşabihat dediğim şu müteşabihanın içindeki bir ayet buluşu mümkün değil mi? Yani selefler de demekse belki bazılar kursi degan ba, şu bizning şu maqamda munda bir kursi degan ondan çoğrak buluşu mümkün dedi. Bu andan bu tecsimde bir narsa kelib chiqdi. Lekin selefning aqidasi şu kursi degan bir xabar keldi. Kursi bor deb ishonamiz, lekin bu kursining haqiqatda qanchalik, qanday darajada, qanday shaklda biz uni Alloh taologa topshiramiz. Lekin salafning ichida unda ta'vil qilganlar bor aslida. Lekin ko'pchiligi mana tafvid qarashadi. Al-kayfu majhul wal istiwa'u ma'lum wa su'al anhu bid'ah degan. Mesela İmam İbn Teymiyye'den anda rivayet kelgan. Minbarda o'tirib mana istiva alırlar mana men shu o'ttaganda kunda o'ttagan mana. Deb o'qib shuni İmam İbn Teymiyye'ning bu mujassima qatoridan deb qirg'anlar bor. Bu anda Rasul mümkün, Tomat ya başka o'zgarib ketgan rivayet bo'lishi mumkin. Yoki endi Ibn Taymiyyaga mansub qilingan endi ahvol bor. Demak, salafning e'tiqodi, salaf xalaf bilan bunda ayrilgan ish yo'q. Salaflarning ishidami ta'vil qilganlar bor, lekin az bir qismi ta'vil qilgan. Ko'p qismi tafvid qilgan. Ya'ni al-isbat summa tafvid. Demak, isbot qilib, ondan o'xshatsa o'char chataq. Ya'ni qo'li bor deb bizning qo'limizga o'xshash desa chataq. Qo'li bor desa qo'li bor. Lekin qanday qo'l? Allohu a'lam. ولا يؤوده yani onu ig'irlashtirmaydi, ig'itmaydi degandek, ada degan agir oldu degan. Onu agir qilib qo'ymaydi deganda ig'irib basqanligida ig'irib qoladi-ku. Demak, uning mo'risini unda ig'ib qo'ymaydi degandek endi. Ya Alloh taologa ig'i kelmaydi degan ma'noda. Hifzuma osmonlarni va zamin ashkinasini saqlash deydi. Va huval aliyyu fi mulkihi va sultanihi al-azim fi izzihi va jalalihi. Yani ulug' hammadan ustun zotdir deydi. Eul aliyyil mutaali yani sıfat allati la taliqu bi. Yaki onun layık kelmediğin nalayık sıfatlardan üstün boğucu. El-azimul muttasib bi sıfat allati taliqu bihi. Özü layık olan sıfatlarla sıfatlanıcı ulug' zat deydi. Fehuma cami'an li kemalit tevhid. Mana el-ali, el-azim degan mükemmel tevhid sıfatlarını topluğucu sıfatlar deydi. Ve innema terattabatul cumal fi ayatul kursi bila harfin atfin. Ayatul Kürsi'de harf atf kemmeylam ağakının mında un keldi. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum la ta'khudhuhu ve la ta'khudhu demeden. Ve lehu ma fis semawati demeden mesela. Atf kemmeylam mında kili vade dedi. Lianna varada ala sebil bayan. Çünkü şu bir zatninki bayanını qilmoqchi bu. Davom ekan ulab dedi. Ula bayanun. Birincisi el hayyul kayyum degana liqiyamihi bi tadbiril xalq. Bütün mahluklarını perveş qilib tuğuchi, boshqarib tuğuchi, muhofazat qilib tuğuchi ekanligining bayonidir. Va kavnuhu muhayminan alayhi g'ayri sahin anhu. Ammiga hukmronlik qilib, undan savarliksiz
g'aflat qilmay tutuvchi ekanligininki bayoni deydi. Ikkinchisi lahu mulk samawati wal likawnihi malikan lima yudabbiruhu. Demak, boshqarayotgan, qilayotgan narsa hammaning egisi ekanligini. Va thalitha likibriya'i sha'nihi. Uchinchisi manzalladhi yashtadigina Alloh taolaning kattaligini, cho'ngchiligininki sha'nining kattaligini shuni bayon qilmoqchi. To'rtinchisi li ihatati bi ahvalil xalq. Ya'ni ma bayna dima va xalqam degini butun mahluqlarning ahvolini to'liq egallab bilib turganligini. Beshinchisi ilmining keng ekanligini, butun ma'lumot chetishlik ekanligini ko'rsatadi. Aw li jalalihi va izami qadrihi, yoki o'zining ulug'ligini va qadrining kattaligini. Wa inna fuddilat hadhihi al-aya hatta warada fi fadla ma warad. Mush oyat katta fazilatli oyat deb qaraldi dedi. Hatto uning haqida, sha'nida turg'un asarlar kelgan. Minhu maruyan Ali radhiyallohu anhu an nabiy sallallohu alayhi wasallam man qara'a ayatal kursiyyin fi dubur kulli salatin maktubatin lam yamna'u min dukhul janna illa al-maut. Har farz namozining oxirida ayatul kursini o'qisa, jannatga kirishdan uni ulamlam to'sab qoladi deb tuznama. Arliqda shu o'lam bor, bo'lmasa g'aqirib chirkitadigan. Va la yuwazibu alayha illa siddiqun aw abid. Uni faqat lam siddiq yoki nat ibodat qiluvchi, ibodatgo'y bir kishi davomli o'qib turdi demoqchi. O'lam to'sab qo'ydingmi? O'zi jannatga kirgan gapmi? Ha. Shu arliqda o'lamlam bor. Bu arliqda jannatga kirishning arliqda boshqa to'savi yo'q. O'lam bor, o'lamni zodi uni basmay char yo'q. U la budda minhu. Lekin boshqa bir to'savi yo'q deydi. Tushundingmi? Yani qazir. Yani bir rivayette illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid deb kelgan. Wa man qara'aha idza akhadha madja'ahu, kimki yatadigan chig'ida uni o'qisa, Alloh taolo uning o'ziga va qo'shnisiga va qo'shnisining qo'shnisiga xotirjamlik ato qildi, omonlik ato qildi. Hatto atrofdagi uylarga xotirjamlik berdi debdi, omonlik berdi debdi. Bu bunda ajiz rivoyatlar bu. السيدة مسلم وأحمد رواية غازة إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي، يعني برواية ربع القرآن ذكي. وقال صلى الله عليه وسلم سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخر، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال الطور، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي. Bu da yalğada destek turdu bu. Meddahının gibidek. Bu hadis münker depti bazı alimler. Seyyid-i Beni Adem diyor Muhammed Resulü. Seyyid-i Veled Adem. Seyyid-i Veled Adem Muhammed. Ama Seyyid-i Beşer'den Adem depti. Suheyb Rumi kim? Suheyb el-Rumi. Esli Arap bu mu? Dadisi esir uçup kalıp mı? Ufuk aşağı tuğulgan. وقال ما قرأت هذه الآية في دار إلا هجرتها الشياطين 30 يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 40 ليلة. بم برواية. وقال من قرأ آية الكرسي عند منامه بعث إليه ملك يحرس حتى يصبح. وقال من قرأ هاتين الآيتين حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح، وإن قرأهما حتى يصبح حفظ بهما حتى يمسي. آية الكرسي وأول حاميم المؤمن إليه المصير. حاميم المؤمن عشر سورة غافر. İşlerinin anda seyredisine ayetine düşse bununla təsirlenmediğin bunda aciz edisinin ekası andının asla yumuşak dili eridiğin boğaçka aş meddahlar, tebliğçiler, verzine seyretçiler aciz edisinin ekildim. Ya şu insanlığın tabiiyetine layık mıkıya aşı. Yani bana bunda ayrıyımız hem de. Yalğan hadis var, aciz hadis var, bek aciz hadis var, hasen hadis var. Yani aciz hadisini rivayet kılış bu ayrı mesele. Yalğan hadisini rivayet kılış bu ayrı mesele. O tebliğ kılan çağda ekası bulmaydı, bulda mutlak değil etmeyim. Şey hadisini rivayet kılmaz, hasen hadisini rivayet kılıp sözleyemez. Aciz hadisi olup kalsa bazıla meyle rivayet kılıp buldu dedi kalıyor. Yani fadail amalda emel kılsak buldu dedi kalıyor. Bu muhtelafın şey, onu inkar kılamayız onda. Ama yalğan kalsa rivayet kılıç bulmaydı. Fakat lan onda yalğan hadiski misal kılıp da koyuş buldu. Mesela ahli hadisinin peygamber tebliğleri, mesela Suudi Arabistan'ın, Selefi alının bazı şer'i hükümünü bayan kılış, adabını bayan kılışta aciz hadisine ekildi. Tarafına aşınlığında ekildi. Demek ki ya da adam ayet fil Kur'an, ayet fil Kursi.
Xalqlar insonning tabiati qanday bo'lgan. Musha sayidni nima qilsa, azam aytgan deb qo'yibdi. Ta'sirlanma o'tirgan bo'lib qoldim. Nega menda unda oldi desa, uni qandim. Amada jukan qo'ydi qildi, qo'stog'ini qo'ydi qildi desa, uni g'achchidi unga. Yoki to'pkida masalan million yevro qoldi, g'achchini hozir diqqat qilgan bo'lib qoldi. Naticha mas Abu Hurayraning vaqaliga bo'lgan. Alaqa ma ta'ala asirukan laylaga rivoyat bo'lgan. Bu Hasan darajaga deslar. Shundimi masalan sana bir oyat o'qitib qo'yay, shuni o'qisang, yetgan vaqtida la yazalu alayka minallohi hafid. Men mushuning mazmuni shunda. Ojiz edish degan gap yana yolg'on deganlik bo'lmaydi-mi? Mana mesela hozir ojiz yana xuddi yolg'onni desek bir muomala qilgan bir ahvol bo'lib qoladi. Ojiz edish deganda rost yolg'onlik ehtimolligi bor degan mazmun. Faqat yolg'on degan gap bo'lmaydi. Yani la yazalu alayka minallohi hafidun hatta tusbiha dedi mana Buxoriyda rivoyat qilingan. Demak bu shu hatta yusbih yahrusu hatta yusbih degan gaplar shu gap shu. Nega ojiz ma ojiz edish. Avval hamim al-mu'min yani surat G'afir. Surat G'afirni suratul mu'min deb ataymiz. Hamim tanzilun ilayhi al-masir. Mishaqadar dedi. Listimaliha ala tauhidillah taala. Demak bu shunda mazmun bor. Alloh taolaning tauhidni qilish, ta'zim qilish, tamjid va sifatul uzma. Kat sifatlar bor. Va la mazkura a'zam min Robbil izza. Endi odatda tilgangan narsalarning ichida izzat egasi bo'lgan Allohdan ulug' narsa yo'q. Kama kana zikrallohu kana afdal min sa'iril azkar. Alloh taolaning zikri bo'ldi ekan, boshqa har qanday narsaning zikridan ustun turdi dedi. Va bi ya'lamanna ashraful ulum ilmut tauhid. Shundan ma'lum bo'ladiki, ilmlarning eng sharafli tauhid ilmidir. Chunki buning mavzusi Alloh taolaning yakkiganligi, shirkdan xoli ekanligi, qudrati, ulug'ligi, sifatlari bilan munosabatli. La ikraha fid din. Dinda zo'rlash yo'q dedi. Ey la ijbar ala dinil haq. Ad-din nimashada al-ahd demakchi. La ikrah fi dinil islam. Yoki islom diniga zo'rlash yo'q degan ma'noda. Yoki islom dinida zo'rlash yo'q desak ham bo'ldi. Kelgandan ha. Din mishada maqsad al-islam, ya'ni al-huna lil-ahd demakchi. Mishada manda mazmun chiqardi. Bu xabar ma'nosi bo'lib qolsa, la yutasawwar zalika bi'atibar al-haqiqa. Amaliyat haqiqatda yo'q degan. Islomda zodi bunda yo'q, zo'rlash yo'q. Yoki islomga kirish uchun unda zo'rlash yo'q, amaliyotda yo'q degan bo'lsin. Lekin zo'rlash ko'rilgan taqdirda haqiqiy zo'rlash emas u. Unda zo'rlab desa unda chigizib qo'yib bo'lmaydi amaliyot. U zo'rlansa tashqi ko'rinishda, men chidim deb qo'yishi mumkin. U zo'rlanib bunda chiganda ko'rinib qoldi, amaliyotda unda zo'rlab birisini unda dinga kirgizish yo'q. Demak, hozir amaliyotda reallikda bunda ish yo'q demoqchiman. Bir tafsir. İkinci tafsir ve ihbarun fi ma'na nahy. Yani la tukrihu ala din İslam diyemem. Şu ayet ayetimize uzatılın. Faman şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur. Demek ihtiyarlı bunda. Lekin kafir olup qalsang dozaq bor. Şunu merhamet eden ki. İman etsen faydalı seni. Çünkü birini tanla. Bu ihtiyarlık bor insonda. Şu peygamberlerini iverttiğini üçün. İhtiyarlık olmaz peygamberlerin yumsun bo'ldi. İhtiyarlık bo'lg'achqa payg'ambarlarning gapini anglab, hidayat topar deb o'rgatgan. La ikraha fid din, ay la ijbara ala dinil haq. Ya'ni haqiqatda zodi unda zo'rlash yo'q degan ma'noda birinchi tafsir. Endi zo'rlaganda ko'rinib qolganlarcha desa, u amaliyot zo'rlash emas, haqiqiy zo'rlash emas u. Chunki bir odam zo'rlab vaqtida musulmon qilib qo'yilmaydi. O'sib men musulmon bo'ldim deb qo'ygan bilan amaliyot u musulmon emas. Wa qila huwa ikhbarun fi ma'na nahy. Mana bu xabar shaklida bo'lsa-mu, bundan buyurish cheklash iborat. Ya'ni la tukrihu fid din demak. Yoki masalan validatu yurdana degandek, man dakhalahu kana aminan, aminu man dakhalahu degandek. Wa ru'yanahu kana li ansariyin ibnan fatanassara falazimahuma abuhuma. Bir ansariyning ikki o'g'li var ekan, bu nasrani bo'lib ketdi. Shuni otsa, unga salishibdi. Sizlar ikki musulmon bo'lgan qadar sizni qo'yib bermayman deb chin-chiqib olgan ekan, unutmabdi. Faqtasama ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam faqala al-ansari ya Rasulullah ayadkhulu ba'di fin-nar. Shundan bular Rasulullohga da'vo qilib turibdi. Bunda zo'lati da'vo degan ekan. Bu da shu zo'laysa desa, mening bir qachon bo'lganmish yurak parlarim yoki do'zax chirib ketamo. Men kurab turib, men hayot turib, o'zim kurab turib, unda bolalarim, farzandim do'zax chirib ketganda bo'ldi deganki, fanazalat o'sha ayt tushgan. Bu sababini o'zini bayon qildi. To'la uni qo'yib turib turishga qo'ysin. Nima bo'lsam bo'ldi. Ana Rasulullohning murtadligini ijro qilgan muhimmi ustida to'xtamadi. Qala ibn Mas'ud va jamoatun ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan bir guruh mufassirlar kana hada fil ibtida, thumma nusikha bil amri bil qital. Bu dastlabki vaqtda shunda bo'lgan.
yani karınmay qilib qo'ygana yoki o'sha ikroh qilmaslik dahshatli davrda bo'lgan keyin undan urushgan deb buyurilgan uchun mavo la ikroh degani mansub qilib ketgan ba'atan umrtan uqatilunnas degan gap shu yoki masalan al amr bil qital jahidul kuffar wal munafiqin va g'lul alayhim degan oyat bo'yicha bu bir xil qarashgan endi lekin darhol ham bir oyatni mansub qilib ketdi deyish oson gap emas yoki bu ba'zilarda maxsus bir ahli kitob debdi ahli kitob xos mushriklar anda qilishgan bo'lmaz deb ba'zilarning qarashi ekan qad tabayyana ar-rushd min al-g'ay to'g'ri yo'lga manash bilan ozg'unlik ikkisi ayrilib bo'ldi aniq ayrilib bo'ldi deydi qad tamayyaza al-iman wal kufr bidalal vodih aniq ro'shan dalillar orqali kufrlar iymonning yo'li ayrim bo'lib bo'ldi faman yakfur bit tag'ut shunga kimiki tag'utga tanidi ekan tag'ut degan shayton asnam aw ma ubidal g'ayrillah min g'ayrillah yana Allohdan boshqa cho'qinadigan narsamiz tag'ut butlar bo'lishi mumkin shayton bo'lishi mumkin yo bir rahbar bo'lishi mumkin va yu'min billah tag'utga tinib Allohga ishonadi ekan bu kishi mustahkam og'amchiga chin eslib tutgan bo'ldi tamsaka tamassak bu qattiq mubolig'ini bildirdi xuddi u tutib turib ya'ni o'zidan ching tutda talab turgandek bil urva degan og'amchi arqon ya'ni al mu'tasam degan esib turgan narsa bo'l mutaalliq esilgan narsa al wusqa degan awsaqninki muannas xuddi awsaqninki muannas wusqa degandek ay al ashadd min al habl al watiq al muhkam al ma'mun an tuqta mustahkam mazmut chin og'amchi demakchi chin og'amchiga chin esib turganday bo'ladi deydi lam fasamalaha u og'amchiga unda uzilib ketish yo'q uzilib ketmaydigan unda mustahkam og'amchi esilgan bo'ladi bu unda tamsilun lil ma'lumi bin nazar wal istidlal demak tafakkur qilib dalillar orqali izlanib ma'lum bo'lgan narsani hozir bunda amaliyotda ko'rilayotgan bir ish bilan misol qilib tushuntirib qo'yishdan iborat hissiy narsa bilan tushuntirib beryapti hatto yatasavvaru sami' kana yanzuru ilayhi bi'ayni fa yuhkimu i'tiqadahu demak shu ahvolni anlagan kishi o'sha ahvolni ko'rib turganda ko'z oldida tasavvur qilib uning e'tiqodi mahkam bo'lishi uchun misol qilib ko'rsatib beryapti xuddi bir og'amchi bor mustahkam og'amchi uzilib ketmaydigan bunga chin tutib yepishvaga odamga o'xshatadilar val ma'na faqat aqada li nafsi min ad-din aqdan watiqan la tuhilluhu shubha demak har qanday bir shubhmi uni yeshitolmaydigan mustahkam bir og'amchi bilan o'zini diniga chin bog'lab oldi degan gap vallohu samin iqrarihi alimun bi'tiqadihi alloh taolo angluvchidir alimdor degani mishada tamiya degani iqror deganning shartligini ko'rsatibdi ba'zida ya'ni musulmon bo'lsang sen iqror qilsan iqrorun bil lisan alim bi i'tiqadihi ya'ni qalbida bu e'tiqod qilish va alloh taolo bilguchi ya'ni bu xuddi va'dun va va'id ya'ni iqror qilib qalbida ishonganlarga nisbatan alloh taolo yaxshi muomala qiladi iqror qilmay bunun tinib ko'ngildimi boshqa e'tiqod qilamiz bunga alloh taolo jazo berdi demak demak mishada qad tabayyana rushd min al-g'ay degan bu shu la ikroha fid-din deganning mazmunini texmo ochiqlab beradigan bir xil ta'lil bu la ikroha fid-din deydi nima uchun qad tabayyana rushd min al-g'ay haq eni qilibdi naqmi aniq sen xalsa ma'nisi zo'rlab unda mang'uzga shu zo'rlab mang'usi uning nima hazılduğunun amiyeti. Femen şa'a felyekfur, men şa'a felyu'min diyen mezmunda. Rabbana heb lana min ledunke rahmeh ve heyyi lana min emrena reşede. Reşed diyen şu, doğru yolga mağda dengi. Gay diyen doğru yol emas, azgınlık yolga mağda dengi. Wallahu a'lamu bis-savab ve ileyhil merci'u vel me'ab. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.